Mana yana bitta yangi ish. Assalomu alaykum do'stlar. Xo'sh, yana gulshuytel yasab ko'rsatamiz. Matuviyda bu, matuviy kurasda. Yakligimiz. Sizga sarıca tanışırlar, küyme. Oldu xizmat qilinsa yana bir marta sepib qo'yamiz. Gulshuytellarni qo'lga yasab beramiz. Agar taklif bo'lsa, izolyatsiya, ovozlik farqi qanaqa desa. Mana bu hozir motochniy sherik bo'ldi-da bu. Mana bu ikkita sherik par bo'ldi. Nexia 1.2 bu. Nexia 1, Nexia 2 litra. Kanalimizga podpiska qilib qo'ysangiz, podpiska. Bizning videolar chiqaveradi, ko'raverasiz. O'zlaringizga ham texnikalar biron bir ishlar bo'lsa, bemalol ko'rib o'rganib olsangiz ham bo'ladi. Kontrolü yerine çok teşekkür ederim. Ne güzel sevgiler. Bunu konuşma sonra gelmek isteyen çok geçin diyor. Çok sonra bakıyor. Proporsiya ana shundan qo'yish kerak. Bo'lib qolib ham tas qo'yiladi, tamam. Buning ichidan keyin vatan uchib chiqib ketolmaydi. Buram o'ydi. Nima qildi? Xo'sh, bu stikla vatan. Qo'rqinchasi yo'q. Mana shunday yo'llarning yopiladida bu argonga sorga bo'ladi-da. Argon bo'lsa, argonga sorga degan yo'l chiqadi. Stiklar toza chiqadi. Chaqlab qo'yasiz, baget. Bitta cho'tkayorasiz. Mana bu xalqqa qo'yilganman. Sevib kelaveradi. Har xil gulshuytellar bosib olganman. Stiklarni toshlab kerakda. Ana yo'l bitta tozalayapti. Argonga vaqtsak, shu tepa tomonni sal yotib oladi. Bo'ylab shu. Ana videolar ko'rayotgan qana chiqgan. Aka-ukalar. Fikrlaringizni yozib yuboringlar. Kommentariy. Podpiska qilib chiqmaydi videolar bor. 20 ta video pachka berib kelganicha tashlashga vaqtim yo'q. Bitta degan ishlardan chiroyli kadrlar olganmanda. Agar shunaqa ishlar qiziqsangiz, texnikalarni ishini qancha narsa o'rganib olsangiz bo'ladi. Podpiska qilib qo'ysangiz, ko'rinadi ham videolar. Ko'ringiz kelsa ko'rasiz, buni bitkazasiz. Bosing. Pol avtomatga ham argonda chiqarsa bo'ladi. Ko'proq mashq qilish kerak. Menimcha, shofi ham yomon emas, lekin bu yerda argonga qilaman, tashit qilmaslik uchun. Bu yerda ham balki balgarka bilan tashit qilib yotilmaydi-da bu. Bitta cho'tka uriladi. Tamam. Argon, bitta argon. Tak, mana mashina chiqadi. Tashit qilish kerak yo'q. Mana pol avtomatga bo'lgan. Bu tozalanmagan argonga bo'lgan. Bu yerga mana tamam. Bitta mana cho'tka mana o'tdik tamam. Boshqa chaqlash, shlipovka qilish kerak yo'q. Tozaladik. Bitta kraska ko'ramiz, tamam.